Tojikcha qurtobi hali ham tayyorlab ko'rmadingizmi? Ayni issiq kunda juda ham mazali ketadi. Kelinglar birgalikda tayyorlaymiz. Ishimizni qurtlarimizni idishga solib, ustidan qaynoq suv solib yumshatishga olib qo'yamiz. Go'shtlarimizni shunaqa parre qilib to'g'rab olamiz. Qozonimizga yog', sariyog' solamiz va go'shtlarimizni solib yaxshilab qovurib olamiz. Suvlar chiqqandan keyin tuz ziravorlar solib, ozgina soya solamiz va past olovga dimlab qo'yamiz. Noni uchun shunaqa tayyor qatlamadan foydalandim. Qatlamalarimiz pishib chiqquncha bekor o'tirmay shunaqa sochig'im bor deb dog' bo'lib ketgan tegiga olgan kastrolkam ham bor, shuni ham tozalab olaydi. Bavi superachistitelda tozalashga tushdim. Qaynab turgan suvimizga bavi solamiz. Ehtiyot bo'linglar, men qilgan xatoni qilmanglar, kattaroq idishga solinglar, yo'qmasam shunaqa reaksiyaga kirishib toshib ham ketadi. 20 minutga qoldiramiz. 20 minutdan keyin rezultatini qaranglar. Sochig'imning dog'idan asar ham qolmadi. Kastrolkamning do'q holati esinglarmi? Oppoqqina top-toza bo'ldi. Endi qatlamalarimiz pishib chiqdi. Xohishga ko'ra to'rtburchak qilib to'g'rab olamiz yoki qo'limiz bilan shunaqa bo'lib olamiz. Laganlarimizga solib olamiz. Ustidan eritilgan qurtimizni quyib chiqamiz. Ketma-ketlikda taxlashni boshlaymiz. Achichuvlarimizni solamiz. Ustiga go'shtimizni shunaqa bir tekisda chiroyli qilib solib olamiz. Oxirida ozgina sariyonni eritib ustidan quyib olamiz. Ishoning, bunaqa mazali qurtobi hali yemagansiz. Oila a'zolaringizga yoqishi aniq. Albatta tayyorlab bering. Video yoqqanmasa saqlangiz qilib sahifamga obuna bo'ling. Like bosish esingizdan chiqmasin.